U kishi zino qildi. Uylangan, turmush ko'rgan erkak edi, zino qilib qo'ydi. Va mana shu zinosini birov bilmagan edi. Yer yuzidagi hamma chiroy, boli davlat, ayollar, markablar, chiroyli uylar, keng hovlilar kimdadir bor, kimdadir yo'q. Kim o'zini halol juft bo'lib turib, zinoga, fahshga, haromga qo'l uzatadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammad sodiqil va'dil amin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimning Tavba surasida shunday marhamat qiladi. Astagfiru billah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Ey insonlar, axir sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan, sizlarning kulfat mashaqqat chekishingizdan qiynaluvchi, sizlarni to'g'ri yo'l, haq dinga kelishingizga haris, tashna bo'lgan va barcha mu'minlarga marhamatli, mehribon bo'lgan bir payg'ambar keldi-ku. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam insonlarning ichidagi eng shafqatlisi, eng rahmatlisi bo'lgan zot sallallohu alayhi vasallam. Hozirgi o'qiganimiz oyatdan mana shu narsa ma'lum bo'ladi. Kishini rahim shafqatli bo'lishligi qancha ziyoda bo'lsa, Alloh taologa shuncha bu kishi yaqin bo'ladi. Kimi qalbi qattiq, berahim, shafqatsiz bo'lar ekan, shu odam Alloh taolodan uzoq ekanligini alomati shu fe'l. Demak, rahim shafqat kishini Robbisiga yaqin qiladigan sifatlardir. Dunyo ahllari faqat o'zlariga qarashli kishilarga rahim shafqatli bo'ladi. O'zini bolasiga, aka-ukasiga yoki jigarlariga. Ammo musulmon odam bunday emas. Musulmon odamning rahmati butun insoniyatga, balki butun mavjudotga bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam insoniyatning eng shafqatlisi, eng rahmdili deb aytdik. Makka mushriklari Rasulullohning da'vatini qabul qilmasdan, jannatga o'zlari uchun yo'l ochmasdan, kufrda qattiq turib olganligidan Rasululloh qattiq kuyunar edi. Qattiq alamlanar edi. Mana shu narsadan norozi bo'lar edi. Alloh taolo payg'ambarimizga taskin berdi. Astagfiru billah. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Ey Muhammad, agar ular, ya'ni qavmdoshlaringiz, Makka mushriklari ushbu so'zga, Qur'onga iymon keltirmasalar, ehtimol siz ularning ortidan afsus nadomat bilan o'zingizni halok qilursiz. Bunday qilmang deyapti. Chunki bunday qilishingizga loyiq emas bu odamlar. Aytayapsiz, musulmonlardan faqat o'zini va o'zini atrofidagilarni o'ylab, faqat ularga rahim shafqat qilmaydi. Rasululloh insonlarning eng shafqatlisi bo'lgan edi. Har qanday odam ham o'zining muammosi hal bo'lgandan keyin bo'ldi. Boshqa birovni o'ylamaydi. Faqat musulmon odam unaqa bo'lmaydi. O'zi haqni tanigandan keyin mana shu haqni tushunmayotgan atrofidagi aka-ukasi, do'sti, birodarlarga yetkazishlikka haris bo'ladi. O'zim tushundim, o'zim to'g'ri yuribman, boshqalar bilan nima ishim bor? Meni nima gapim bor? 3 marta aytib qo'ydim. Shunaqa gap bor. Hali ota-enalarda bo'ladi. Bolangizga aytmaysizmi, namoz o'qimaydimi desangiz, nima deydi? Men deydi, necha marta aytdim? 3 marta aytdim, bo'ldi, men unaqa bo'lmaydi. Bu bolangiz, bu bolangiz. O'tgan ketayotgan bolangizga kuyasan deb o'tiraversangiz, nima bo'ladi? O'shuning uchun yugurib borasiz, men 3 marta aytib qo'ydim. Deydimi? Demaydi. Musulmon odam. Mana shu hidoyatni taniganidan keyin boshqalarga ham ravo ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor, birodarlar, og'ir. Rasululloh aytadilar: "Man asbaha falam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Diqqat qilinglar. Kim tong ottirsa-yu, musulmonlarning ishi uni o'ylantirmasa, ya'ni musulmonlarning ishiga beparvo bo'ladigan bo'lsa, falaysa minhum. Bu odam u musulmonlardan emas deydi. O'zingizdan so'rang-da, ertalab turdingiz, islom va musulmonlar haqida tashvish bormi kallangizda? Mana qo'shnim namoz o'qimayapti, shuni yetali. Mana u qo'shnim qiynalib qolganiga shunga bir ozgina yordam berib qo'yay. Falonchi bir ichib yuribdi, qiyshayib.
shunga bir nasihat qilay degan musulmonlar haqida tashvishingiz bormi tong ottirganingizda? Yo faqat shu qanaqa qilsam pul topaman, qanaqa qilsam shu uyimni to'g'rilayman, shumi? Hadis qaytaramiz. Kim tong ottirsa-yu, ammo musulmonlarning g'ami unda bo'lmasa, musulmonlarning ishi bilan ehtimom qilmasa, bu odam musulmonlardan emas dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Qaniydi shu hadisga hammamiz amal qilsak? Qaniydi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan davrida Ozarbayjondan u kishining oldiga bir xurmo olib kelishdi, holva olib kelishdi. Holva. Nima bu deb so'radi. Ana shu yurtlarda qilinadigan taom dedi. Bu taomni o'sha yerdagi hamma musulmon askar yeydimi? Ha yo'q, siz gap keldi alohida dedi. Madinani faqirlarga ham berdinglarmi hammalariga? Ha yo'q, faqat sizga olib keldik buni dedi. Umar ibn Xattob aytdi, Madinaning faqirlari og'izi tegmagan narsani yeyishlik Umarning qorni uchun harom dedi. Ana shu musulmonlarning tashvishi bilan yashashlik qanaqa bo'lishligi Umar ibn Xattob roziyallohu anhu hayotida aniq. Ana ko'rdinglar kinolarini ham birodarlar. Qorniga qarab taqarqari, amla taqarqari deydi. G'urillaysanmi deydi. G'urillaysanmi deydi, baribir deydi. Ya'ni go'sht yemay qo'yganidan, yog' yemay qo'yganidan qonni qurib g'uldirashni boshlaydi. Ana shu musulmonlarga qiyinchilik davri bo'lganda, Madinada yeyish-ichishlik ozayib ketgan paytda, oziq-ovqat ozayib ketgan paytda Umar ibn Xattob o'zi go'sht ham yemaydi, yog' ham yemaydi. O'sha tuzni nonda shu quruq yo'g'irganidan qorni g'uldiraganidan aytadi qorniga. G'urillaysanmi? G'urillamaysanmi? Madinani yosh bolalari qorni to'yib go'sht yemaguncha sen go'sht yemaysan deydi. Bo'lmasam davlatda birinchi kishi edi. Yesa haqqi bor edi. Ana birodarlar. Mushriklarning iymonga kelmayotganligidan payg'ambarimiz ozor chekib, aziyat chekib, alamlanganida Alloh taolo g'am qilmang dedi. Rasulullohning bu tarbiyasini olgan Umar ibn Xattob mana bunday bo'lgan edi. Demak, rahmat masalasi. Qo'l ostidagilarimizga shafqatli bo'lishimiz, muloyim bo'lishimiz, kechirimli bo'lishimiz bizni xohishimiz emas. Bizni ixtiyorimizdagi narsa emas. Balki yelkamizdagi vojib bo'lgan narsa. Payg'ambarimiz aytadilar: "Ar-ruhamau yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Rahmdil kishilarga Rahmon rahim qiladi. Rahmdil kishilarga Rahmon rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim qiladi. Allohning rahmatidan, Allohning shafqatidan umidimiz bormi? Demak, qo'l ostimizdagi ishchilarga, ukalarga, shogirdlarga, qo'yingki qo'l ostidagilarga shafqatli bo'lishligi shart. Rahmatdan umid qilsangiz. Suraning davomida Alloh taolo shunday deydi. Astagfiru billah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Qarang, har juma qori ukalarimiz o'qib beradi. Shu oyatlarni tushunaylik, nima deyilyapti bunda. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinamoq uchun yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib qo'ydik. Yer ustida nimaiki bo'lsa bu zinat yer uchun. Shuni yaratishdan maqsad bandalarni sinashlik. Xuddi shu ma'noda bir qancha boshqa suralarda oyatlar bor. Allazi xalaqal mauta val hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ey insonlar, u Alloh taolo sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq amal qilguvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zot. Qarang, dunyoda zinatini, yer yuziga chiroyini, zinatini yaratdik, chiroyli amal qilishinglarni sinash uchun. Alloh taolo o'lim bilan hayotni yaratdi nima uchun? Qaysininglar chiroyli amal qilishinglarni sinash uchun. Walakin liyabluwakum fima ataakum. Lekin o'zi ato etgan narsalarda sizlarni imtihon qilish uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysilaringlar chiroyli amallarni qilishinglarni sinashlik uchun. Demak, o'lim bilan hayotda yaralishidan ham, yer yuzidagi zeb-zinatlarda bor bo'lishidan ham maqsad bitta ekan. Nima ekan u? Insonlarni qaysinisi qanaqa amal qiladi, sinashlik uchun ekan.
ibtilolar, imtihonlar, sinovlar. Bu hozirgi oyatdan ma'lum bo'ldi. Yer yuzini yaratilishligidan maqsad shu ekanligini Alloh taolo bayon qildi. Demak, imtihon, sinov koinotning nimasi ekan? Sunnati ekan. Dunyo birodarlar go'zal. Moli davlati go'zal, keng hovlilari go'zal, hashamatli binolari go'zal, ayollari go'zal, mashinalari go'zal. Yer yuzida nimaiki bo'lsa, Alloh taolo yer uchun bu narsalarni chiroy, ziynat qilib beratdi. Nima uchun? Sinash uchun. Ajibda, mana shu yerda dunyosi boyligini olsangiz, kambag'al ham sinaladi shu boylik bilan. Boy ham. Boy tushunarli, endi Alloh unga davlatni bergani uchun sinaldi. Kambag'al qanday qilib boylik bilan sinaladi? Boy Alloh bergan shu boyligini shukrini ado qiladimi? Shu bilan sinalsa, kambag'al shu davlatni Alloh bermaganligi uchun shu kuniga rozi bo'ladimi, bo'lmaydimi, shu bilan sinaladi. Yer yuzidagi hamma chiroy, boyli davlat, ayollar, markablar, chiroyli uylar, keng hovlilar kimdadir bor, kimdadir yo'q. Borlar halol topib, halol sarflab, shukrni ado qilsa yuksaladi. Yo'qlar rozi bo'lsa, sabr qilsa, shukr qilsa, bular ham yuksaladi. Qaysinisining yuksalishi osonroq? Kim lag'vni Alloh taoloning toatidan afzal deb biladi? Kim ilm majlisini gunoh ma'siyat majlisidan afzal deb biladi? Kim ozgina halol molni harom moldan ustun qo'yadi? Kim o'zini halol juftlik bo'lib turib zinoga, fahshga, haromga qo'l uzatadi? Biz sinov, imtihon hovlisidamiz. Inson suvga tushganda ho'l bo'lmay iloji yo'q. Chang kechiga kirganda chang bo'lmay iloji yo'q. Modomiki bu hovliga kiribmizmi? Bu nima hovli ekan? Sinov, imtihon hovlisi ekanmi? Demak, biz birodarlar imtihondamiz, sinovdamiz. Kunda bir mahalmi? Kunda bir mahal sinov bo'ladimi? 5 mahal bo'ladi. Boshqa payt sinov bo'lmaydi. 5 mahal ekanmi? Har daqiqada imtihon bor birodarlar. Har soniyada imtihon bor. Har lahzada, har nafasda imtihon bor. Esimizdan chiqib qolmasa nima kelganligimiz dunyoga. Qaysinimiz savobli ish qilamiz, qaysinimiz gunoh qilamiz, Alloh sinashlik uchun bu dunyoga siz bilan bizni kiritdi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Albatta biz bandalarimizdan qaysilari chiroyliroq amallarni qilishlarini sinash uchun yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib qo'ydik. Ammo xotirjam bo'laylik birodarlar. Xotirjam bo'laylik. Va inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Oyatni qarang davomini. Zinat qildik, ammo hech shak shubhasiz uning ustidagi bezaklarni sip-silliq, qup-quruq qilib yo'q qilib qo'yguvchi ham bizdirmiz. Qiyomat kuni birodarlar, yer tekkiz bo'ladi. Tog' tosh bo'lmaydi. O'ydim chuqur bo'lmaydi. Ko'kat bo'lmaydi. Hech narsa bo'lmaydi. Sip-silliq bo'ladi. Alloh taolo boshqa surada aytadi. Dar haqiqat bu hayotda dunyoning misoli, ya'ni Alloh taolo dunyoda nima ekanligini bizga tushuntiryapti. Alloh taoloning nazarida qanaqa narsa bu dunyo? Bu hayotda dunyoning misoli xuddi biz osmondan yog'dirgan bir suvga o'xshaydi. Bas, odamzot va hayvonot yeydigan narsalardan iborat bo'lgan yer nabototi, o'simliklari u bilan aralashib, hatto yer chiroy olib, yasan-tusan qilganidan keyin qurib yotgan yer, osmondan suv tushdi, ko'katlar chiqdi, yer yuzi bezaldi, go'zal bo'ldi. Mana hozir go'zal bo'lyapti ko'chalar. Mayog'idan kelyapti, qarangda, bug'doy ekilgan joyda. Ko'm-ko'm bo'lib ko'zingiz yayratyapti. Bir oy burun bormidi? Alloh taolo shuni ko'rsatyapti bizga. Va yer ahli uning ustida kuchli, qudratlimiz deb o'ylay boshlaganida, yerga kechasi yoki kunduzi bizning farmonimiz kelib, biz uni go'yo kuni kecha obod bo'lmagandek vayronaga aylantirib qo'yamiz. Dunyo shunga o'xshaydi. Bugun bor, ertaga yo'q. Hozir o'tirganlardan birortasi yo'q edi 100 yil burun.
Hozir masjidda o'tirganlardan birortasi yo'q edi. 100 yil burun. O'ylaylik-da, fikr qilaylik-da. Va hozir masjidda o'tirganlardan birortasi bo'lmaydi 100 yildan keyin. Mana shu 100 yilda bir kelib ketadigan bir avlod ekanmiz. O'tgan yili ochilgan gullardan bir darak bormi? O'tgan yili ochilgan bog'larni go'zal qilib turgan gullardan darak bormi? Yigitlar, hozir siz bilan biz hayotimizni gul davridamiz. Qo'limizdan har qanday ish keladi. Mana shunday kuch-quvvatga to'lgan paytda, qo'limizda dunyo bor paytida, bilagimiz quvvatda turgan paytda, gunoh ma'siyatdan ehtiyot bo'lib, sinov imtihondan o'tsak, albatta Parvardigorning didoriga yetishamiz. Va mana shu yo'lda yurmasdan zalolatni tanlaganlar ham, ular ham o'ladi. Zolim ham o'ladi, mazlum ham o'ladi. Kullu man alayha fan va yabqa wajhu robbika zul jalali val ikrom. Yer yuzidagi barcha narsa, barcha jonzot foniydir. Buyuklik va karam sohibi bo'lgan Parvardigoringizning yuzi o'zingizda mangu boqiy qolur. Demak, dunyoga kelishimizdan maqsad, dunyoda bunaqa chiroyli bo'lishidan maqsad, bir odamni boy, bir odamni kambag'al bo'lishidan maqsad nima ekan? Sinov imtihon ekan. Boy bo'lsangiz, shukrni ado qiling, yuksalasiz. Boy bo'lmasangiz, rozi bo'ling, shukr keltiring, hamd ayting, siz ham yuksalasiz. Ajib, bu boylik ustida boy ham sinaladi, kambag'al ham sinaladi. Bu o'tganlar bobida yana so'z davom etkizsak, qabristonga boringlar-da. O'qisangiz ketganlarda, ya'ni kelib hali qabri turibdi, shu odam borligini eslatyapti qabri. Shu odamda bor ekanligini qabri eslatyapti. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkani ko'ring-da. 20 yil burun olingan nonushtadagi video syomkasini ko'ring-da. Nonushtaga kirib kelayotgan oqsoqol otalarimizni sanang. Mana odam ketdi, mana odam ketdi. Juda ko'p ketdi. Faqat siz bilan bizni nomimiz inson bo'lganligi uchun, unutuvchi bo'lganligimiz uchun hayolimizdan, yodimizdan ko'tarilib qoladi. Ular ham keldi, 60 yil, 70 yil yashadi, sinovdan o'tdi, o'tmadi, ketdi. Qilgan amallarini, mukofotini, samarasini, natijasini kutib yotishibdi. Qaysi surani suhbat qilyapmiz? Nimalarni gaplashdik? Dunyoni chiroyi sinov ekan, boylik ham sinov ekan. Mana inson dunyoga imtihonga, sinovga kelgan ekan. Insonning tabiatida shahvatlar bor, mayllar, xohish istaklar bor. Mana shu narsani borligi siz bilan bizni imtihonga ro'baro qiladi. Agar hech narsani xohlamaydigan odam bo'lsa, na moli dunyoga rag'bati yo'q, na bir keng hovliga, na xotinga qiziqishi bor, na mashinaga qiziqadi, hech narsani xohlamaydigan odam bo'lsa, bu odammi bu? Bu odam bo'lmaydi bu. Chunki Alloh taolo mana shu narsalarga bo'lgan hirsni, muhabbatni, xohishni, shahvatni bizni tabiatimizga joylagan. Bir odam aytsa, men hech narsani xohlamayman desa, aniq bilan yolg'onchi u. U o'z ko'rsatyapti. Qanday? Xotinga ham qiziqmaysan. Mashinaga ham qiziqmaysan. Unaqa odam bo'lmaydi, birodarlar. Chunki Alloh taolo aytadi: Astagfirullah. Zuyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fidda wal khaylil musawwama wal an'ami wal harth zalika mata'ul hayatid dunya wallohu indahu husnul ma'ab. So'zimizni dalili. Odamlarga, musulmonlarga dedimi? Kofirlarga dedimi? Umuman odamlarga dedi. Odamlarga ayollar, bolalar, tuganmas oltin, kumush boyliklar, qimmatbaho otlar, mashinalar degani. Chorva va ekin-tikinlar kabi istak xohishlarga ko'ngil qo'yish chiroyli qilindi. Hamma xohlaydi, hamma yaxshi ko'radi, hamma ko'ngil qo'yadi. Holbuki bu narsalar hayotda dunyoning o'tkinchi narsalaridir. Allohning huzurida esa eng go'zal qaytadigan joy.
Qaytadigan joy jannat bordir. Kelishdik-a? Demak, hammamizning tabiatimizda shu narsaga mayl, xohish, shahvat bor. Albatta bu shahvatlarni joylashlik Alloh taoloning bir hikmati uchun bo'ldi. Ayollarga bo'lgan rag'batimiz bor, Alloh ayollarni yaratdi. Mol-u davlatga bo'lgan ishimizda muhabbat bor, uni paydo qildi. Chiroyli minaladigan markablarga, mashinalarga, otlarga bo'lgan ichimizda istek bor, Alloh taolo uni ham paydo qildi. Qarangda, masalanchi ot minmagan odam ham, otni farqiga bormagan odam ham rosa chiroyli otni ko'rsa ajratadi. Imtihon. Modomiki insonning tabiatida mana shu narsalarga rag'bat, xohish, mayl, istak bor ekanmi? Demak, u doimiy imtihonda. Qarangda. Ajoyibda. Shu shahvat, shu mayl, istak siz bilan bizda biror bir lahzaga to'xtaydimi? Inson oldida ikkita ish turadi. Bittasini qilsa Alloh rozi bo'ladi, ikkinchisini qilsa norozi bo'ladi. Oddiy. Buni qilsang rozi bo'ladi Robbing, buni qilsang rozi bo'lmaydi Robbing. Ixtiyor seni qo'lingda. Inson bolasi mana shu dunyo ne'matlarining ichida, lazzatlarning ichida mubohlarini oldida ham turadi, haromlarning oldida ham. Alloh taolo mana shu dunyo zebi ziynatlarini muboh ham deb belgiladi, harom deb ham belgiladi. Agar banda ruxsat berilgan muboh bo'lgan ne'matlarni olib shukrini ado qilsa, yuksaladi. Harom bo'lgan narsalardan to'xtab sabr qilsa, yuksaladi. Mana shu ikkala holatda ham yuksaladi. Halol bo'lganidan oladi, shukrini keltiradi, ko'tariladi Allohning nazdida qadri. Harom bo'lganlardan o'zini tiyadi, yana manzilati Alloh taoloning oldida ko'tariladi. Demak, mana shu shahvatlarda siz bilan bizni tabiatimizda bor bo'lishligi bizni jannatga olib boradigan yo'lga yetaklaydi. Ya'ni bu shahvatlar bo'lmasa, imtihon ham bo'lmasdi-da. Shahvat bor ekan, imtihon bor ekan. Imtihon bor ekan, o'tsa jannat bor, ammo o'ta olmasa jahannam bor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo siz bilan bizni ikrom qildi mana shu shahvatlarni tabiatimizga joylashligi bilan. Mana shu dunyoning hashamlari, ayollari, binolari, oltin kumushlarga bo'lgan muhabbatni qalbimizga joylashtirganligi nafsimizni poklash uchun bo'ldi. Agar imtihondan o'tsak. Bir yigitki ham aqli, ham biligi kuch-quvvatga to'lgan paytda, gunoh ma'siyat ro'parasiga kelgan paytda men Robbimdan qo'rqaman deb o'zini tiysa, bu qanday bir oliy maqom bo'ladi. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Alloh taolo aytadi. Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmagan hollarida qo'yib qo'yishlarini o'yladilarmi? Masalan, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb qo'ysak bo'ldi, qutuldik deb o'ylaysizlarmi? Yo'q. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deganingizdan keyin har kuni imtihon bor. Har kuni ekzamen topshiramiz. Har lahzada. Sizni xolab turgan, shahvatingiz xolab turgan harom narsani oldingizda turishligi fitna. Xolayapsiz shu narsani? Nafs xolayapti, oldingizda turibdi. To'xtadingiz, fitnadan o'tdingiz. Imtihondan o'tdingiz. Va amma man khafa maqama robbih va naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Endi kim Parvardigorining huzurida turishdan qo'rqqan va nafsi havoyi xohishlardan qaytargan bo'lsa, u holda faqat jannatgina uning uchun joy bo'lar. Hech kim ko'rmagan joyda ko'zingizni zinodan tiyayotganligingiz ixlosingiz belgisi. Muborak bo'lsin birodar. Hech kim ko'rmayapti. Faxsh ko'rinish chiqdi. Shunday o'chirib qo'ya olasiz televizorda. Muborak bo'lsin. Bu Allohdan qo'rqqanligingiz uchun. Haqiqatan Allohdan qo'rqar ekansiz. Harom bir yolg'on aralashgan yoki bir birodar oshishi harom moli kelib qoldi. Hech kim bilmaydi.
olib borib egasiga berayotganligingiz yoki undan voz kechayotganligingiz taqvoning belgisi. Chunki aytayapti Alloh taolo, kim Robbisini oldida qiyomatda turishdan qo'rqib o'zini nafsini tiysa. Nafs nima deydi bu yerda? Nima deydi nafs? Qilaver deydi. Kim ko'rib o'tiribdi deydi. Odamlardan qo'rqib, odamlardan uyalib gunohdan tiyilayotganlar yolg'iz qolganda o'zi biladi nima qilayotganligini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Daylamiy rivoyat qilgan Hasanul Lig'oriy hadis. Rasululloh aytadilar: "Utruku dunya li ahliha, fa innahu man akhadha minha fawqa ma yakfihi, akhadha min hatfihi wa huwa la yash'ur." Diqqat qilinglar. Dunyoni dedi payg'ambarimiz, o'zini egalariga beringlar. O'zini egalariga qo'yinglar. Dunyo uchun yashayotganlarga topshirib qo'yinglar. Bas albatta kim undan, dunyodan o'ziga kifoya qiladiganidan ortig'ini olgan bo'lsa, o'ziga kifoya qiladiganidan oshiqchasini olgan bo'lsa, bilmagan holida o'zining o'limidan olibdi, o'zining halokatidan olibdi. Yetadiganidan oshiqchasiga haris bo'lyaptimi? Demak bu o'zini halokatga tashlayapti shu inson. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, Imom Ahmadning musnadlaridan, Marra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bi shatin maytatin. Kunlarda birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan yo'lda ketib borar ekanlar, o'lib, chirib, sasib ketgan bir qo'zini jussasini ko'rishdi. Yo'lda chekkasiga tashab ketishgan egalari. Rasululloh uni ko'rib aytdilar: "Vallazi nafsi biyadihi la dunya ahvanu ala Allohi min hadihi ala ahliha." Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu o'lik qo'zi o'zini egalariga xor bo'lganidan ko'ra dunyo Alloh taologa xorroq dedi. Qo'zi o'lmay turib qadri bor edi. Qiymati bor edi. Egalari ehtiyot qilar edi, yaxshi ko'rar edi, parvarish qilar edi. O'lganidan keyin, harom o'lganidan keyin egasiga qanchalik qadri bor? Zig'ircha qadri yo'q. Shuning uchun tashab ketishdi. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Albatta biz yer ustidagi bor narsani unga zinat, bezak qilib berdik. Go'zal bog'lar, hashamatli binolar, qimmatbaho mashinalar, go'zal ayollar, shirin taomlar, mansablar, kursilar, birodarlar, dunyo chiroyli, dunyo jozibador. Bir yigit ro'parasiga fahsh kelganda Allohdan qo'rqaman deb o'zini to'qsa. Xotirjam bo'ling. Hech kim ko'rmagan joyda gunohdan tiyildingizmi? Sizni xizmatingizni Alloh zoya qilmaydi. Alloh taolo hech kimga haqqini bermay qo'ymaydi. Bunaqa taqvo qilgan, bunaqa yoshlikda o'zini pokiza saqlagan yigit xor bo'lmaydi hayotda. Yusuf alayhisalom 18 yashar, 17 yashar yigit, qul, vazirning ayoli qavat-qavat eshiklarni ustidan yopib, xonaga olib kirib, zinoga taklif qilganida. Ayol turibdi, o'zi taklif qilib turibdi, Yusuf alayhisalomdan faqat xohish kerak xolos. Rozi bo'lsa bo'ldi. Nima dedi? Ma'azalloh, innahu robbi ahsana mathvay. Alloh saqlasin dedi. Alloh saqlasin. Axir u dedi, ya'ni seni ering menga yaxshi joylar bergan hojam-ku dedi. Hech kim ko'rmas edi. Odamlarda. Va hojasi bu narsani sir albatta saqlar edi. Ammo nima dedi Yusuf alayhisalom? Qarang, mana shu taqvosi uchun Alloh taolo qanday bir aziz ikrom qildi bu kishini. Qullikdan Misrni vazir maqomiga ko'tarmadimi? Ikki dunyoda obro'li, aziz, mukarram qilmadimi? Agar shu gunohga qo'l urganda nima bo'lardi? Demak, birodarlar, yer yuzidagi hamma narsa yerni ziynati. Bu chiroyni yaratishdan maqsad Alloh taolo siz bilan biz imtihon qilishligi. Kim bu imtihondan o'tsa, jannatga boradi. Kim imtihondan o'ta olmasdan yiqilsa, jahannamga qulaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi imtihondan go'zal suratda o'tadigan solih bandalar qatoriga qo'shgan bo'lsin.